Agar siz kimdir sevib qolsangiz, sizni miyangiz narkomanni miyasiga o'xshab ishlashni boshlaydi. Ko'pchilik bilmasligi mumkin, lekin insonning miyasi sevgi paytida juda ham katta gormonal zarbaga uchraydi. Va bu yerda 3 ta asosiy neyромediator sevgi hissiga javob beradi. Birinchisi bu dopamin. Ya'ni siz sevgan insoningizni ko'rganingizda o'zingizni juda ham yaxshi his qilasiz. Sizda o'sha euforiya uyg'onadi. O'sha yagonasini topdim degan fikr aynan mana shu neyромediator orqali sizning boshingizga keladi. Miyangizga, ongingizga. Ikkinchi neyромediator bu oksitotsin. Ya'ni bu inson sizga o'zini tortishini ta'minlab beradi. Ya'ni shu inson oldiga borgis keladi, shu inson oldida turgis keladi, o'zingizni yaxshi his qilgis keladi va shu narsaga aynan oksitotsin javob beradi. Uchinchi neyромediator bu vazopressin. Vazopressin bu sodiqlikka javob beruvchi gormon. Mana shu insondan boshqasini o'ylamaysiz, shu insonga sodiq turasiz. Eng qizig'i dopamin tushib ketganda, ya'ni insonni ko'rmasangiz, inson oldida bo'lmasangiz yoki u inson ketib qolsa qayergadir, siz o'zingizni baxtsiz his qilishni boshlaysiz va narkoman odamning miyasi ham xuddi shunaqa ishlaydi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Meni rivojlantiring. Paka.